Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan so'qoq somsani uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Birinchi qiladigan ishimiz xamirimizni tayyorlab olamiz. Ko'ringanidek o'rta yumshoqlikda bo'lishi kerak. Endigi navbatda bozordan olib kelgan ko'katlarimizni toza qilib yuvib olib, mayda holatga keltirib to'g'rab idishimizga solib olamiz. Piyozlarimiz bizni yig'latib xafa qilsa ham, biz ularni xafa qilmasdan mayda holatga keltirib to'g'rab olamiz. To'rg'algan ko'katlarimiz xafa bo'lib qolmasin deb ustidan piyozlarimizni ham solib olamiz. Xamirimiz ham bizdan biroz xafa bo'lgandek bo'ldi. Ko'kat va piyozlarni bir chetga surib, endigi navbat xamir yoyishga. Xamirni sabr bilan juda ham yupqa qilib, chiroyli holatga keltirib yoyib olamiz. Xamirimiz ham deyarli tayyor holatga yetib keldi. Birinchi marta chiroyli xamir yoyganimda sizlarga ham maqtangim keldi va bir xil dumaloq shaklga keltirib olamiz. Bir qismiga ko'katlarimizni solamiz. So'qoq somsa ham shunday katta bo'ladi-ku, listimizga 4 donasi sig'di xolos. Juda ham chiroyli bo'lib pishyapti. Qani endi hidini yetkazdirib bera olsam. Faqat bir xil qilmay dedimda, bu safargisini 4 burchak qilib kesib oldim. Bir xil kattalikda kesib chiqamiz. Tayyor holatga keldi, endi ichiga ko'katlarimizni solamiz. Duxovkamizni dam oldirmasdan somsalarimizni birin-ketinlikda pishirishda davom etamiz. Somsalarimizni ustki qismi chiroyli bo'lishi uchun qishloqdan olib kelgan sariyog'larimizni surkab olamiz. Qarsildoq va mazali somsalarimiz tayyor azizlar. 4 burchak somsalarimiz ham bu orada pishib chiqdi. Qo'limizdan kelgancha so'qoq somsani tayyor holatga keltirib oldik, mazasiga esa gap yo'q. Somsamizning retseptini yozib qoldiraman. Siz ham uyda so'qoq somsani bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Azizlar, video yoqqan bo'lsa sizlardan like, obuna va kommentariy kutib qolaman. Yoqimli ishtaha.